Assalomu alaykum hammaga. Bugun 4-dekabr kurs kontrol tizimini boshlab oldik. Aksiyamizdan akamizga o'rnatib berdik mana. O'ng tomon monitorga ishlaydi. Monitor olib kelgan ekanlar, birdan o'rnatib ham berdik. Keyin video registratorni ham o'rnatib berdik, uстановка qilib berdik. Burchakni bitta bosamiz. Avarinka qismi yana holatlar, signal ham qo'yib beramiz shu joyiga. Biz endi qulay bo'lganligi uchun avarinka qo'yib berganmiz. Kurs kontrol tizim tabloda yonib o'chyapti. Hamma funksiyasi to'liq ishlaydi. Mashinamiz Midnight dihosini ham o'chirib berganmiz. Kurs kontrol tizimimiz 390 ming so'm shoshilib qolamiz. 27-dekabrgacha aksiya qilib qo'ydik. Ko'p obunachilarimizga qo'yib ketyapti. Baland past hamma funksiyalari to'liq ishlaydi. Monitor o'zining zavodskiy magnitofoniga narxi bir xil bo'ladi. Juda ham qulay, o'zining ruliga zazorlari mana zavodskiydek birga bir keladi. Taglari ham hammasi idealniy chiqqan. Hamma funksiyalar to'liq ishlaydi. Telefon kelsa ko'taradi, o'chiradi, qo'shiqni o'tkazadi, qaytaradi. 390 ming so'mga bu zo'rniq. Narxi birizoviy anaqasi. Podсветкасы birizoviy yonadi. Salon rangida. Hech qanaqa muammo qilmay, original knopka. Videoni maksimal tanishlar tarqatamiz. Shunaqa xizmatlar kerak bo'lgan bo'lsa, bemalol kelib o'rnattirib ketsalaringiz bo'ladi. Adresimiz Toshkent shahri. Pastga nomer qoldirib qo'yaman. Bemalol telefon qilib kelaversalaringiz bo'ladi. O'chirib yozdirib qo'ysalaringiz. İşlerimizi chiroyli qilib bitirib beramiz. E'tibor uchun hammaga rahmat.